Drabilkamiz deydi mana. Drabilkamiz og'zi buni. Mana. Demak, otilishi mana. Hech qancha vaqt ketmaydi. Ha, to'g'ri, buni ham titan. Bu 3 kilovat, 3000 оборот bo'ladi. Mana. Mana mayda qilib olgan mana. Qo'ylarga rosa bo'ladi. Ta viloyatga dastlabkasi uylariga chiqib beramiz. Assalomu alaykum, Rizo Drabilkalarning obunachilari. Hammalaringni ayyomlar bilan, kelayotgan hayit ayyomlari bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa sizlarga bugun yangiliklarimiz bor, o'shalarni bitta ko'rsatib, obzorini qilib o'tib ketamiz. Videoni uzmaymiz, hozir sizlarga chiqarib ko'rsatib beraman. Qolganini keyin boshida, oxirida tushuntirib beramiz. Videoni uzmay tursalaring, bir boshdan tushuntirib o'tib ketaveramiz. O'yga mana, hali ham ko'rsating. Batonlarni, pullarini hamma yo'g'ini qo'yib qo'yganmiz mana. Mana tayyorlab qo'yib olganmiz. Hozir birinchi bunda sizlar zeriktirmaslik uchun bitta yangiligimizda birinchi chiqarib beraylik. Keyin ko'rsatamiz buni. Vohada akalarimizni sizga talabiga binoan qildik. Drabilkani udari mana shu drabilka bo'ladi. Mana. Mana eski turda drabilkamiz deydi mana. Drabilkamiz og'zi buni. Mana. Ichiga tushib ketyapti mana. Mana. Ichiga tushib ketyapti. Bu oldin chiqarayotgan drabilkamizni og'zi bu. Buni olib kelingda baqa. Mana. Mana. Bemalol bitta qo'l mana. Nima bo'lib turibdi? Mana og'zi ham kattaytirilgan. Ochilishlari mana. Bitta ochilishini ham ko'rsataylik, sirazi o'tib ketamiz nimaga. Ochilishi mana. Hech qancha vaqt ketmaydi. Mana setkasi bu yerdan alishadi. Pichoqlarini ham hozir tushuntirib o'tib ketamiz. Buni nima qilib turaveraylik, biroz chiqarishini ko'rsataylik-da obunachilarga. Ha, yopisham hech qancha nima bor. Tezda bu. To'y ko'rsatib turadi. Bularni hozir videoda tushuntirib o'tib ketamiz. Nima qilaveringlar? Buni hozir video qilishimizdan maqsad bizni like bilan qo'llab, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hozir bitta videoni ko'rsatamiz. Birisiga qancha vaqt ketdi maydalagan. Orada bir solalmay nima bo'lib qoldi-ku? Chiqmaganida oningni olgina. Changib ketdi. Video uzganingiz yo'qmi? Yo'q, video uzmayman. Ha, olib keling. Mana chiqmagan. Mana. Uni chiqmagan, mana u chiqqan. Bu mol boqib bergani mana. Mol boqib bergani endi. Ha, bo'ldi, beravering. Mana bu chiqmagani bilan mana chiqqani holat. Bu molga bemalol nima qilib bersa bo'laveradi. Buni endi sal yig'ishtiraylik-da. Nima? Shipirib turinglar. Mana tushuntirib o'tib ketamiz endi. Endi drabilkani ko'rdilaring. Qana kuchayib nima bo'lganini, solganimizni ham ko'rdilaring. Bosib soldik. Bunaqa haligi qo'lni uchidan qilib bunaqa solganimiz yo'q. Astedil bo'lib buni soldik, tiqilib oldimi, tiqilib olmadimi o'zlaring ko'rdilaring videoda. Buni boricha ko'rsatamiz. Unaqa uzun neda unaqa video qilmaymiz. Mana. Qo'shilinglar, endi ikkini tushuntirib o'tib ketamiz. Bu mana bizning mahalliyimiz bo'ladi. Mana mahalliyimiz. Mahaviy bu mana pichoqlarini ko'rsataylik-da. Buni 10 kilo kis chiqadi mahalliyimiz. Mana. Nimaga mahaviy qo'yasizlar degan savollar bo'ladi. Bu nimani motorning quvvatini 40-50 baravarga nimaga darajagacha oshirib beradi. Xudo xolasa buni mana motorlarimiz, qana motor ishlatishimiz.
titan motor ishlatamiz. Biz boshqacha motor ishlatmaymiz. Mana voltmetrlari o'zida ham bo'ladi. 4 kilovat 3000 оборот yozib qo'ygan bitkalariga, sertifikatlarigacha bor. Ko'pchilik hozir akalarimiz drabilka qilayotgan odam ko'p. Drabilka o'ta ko'payib ketgan. Drabilka qilayotgan odam ko'p. Lekin haligi odamlar hozir arzon narsaga uchyapti-ku, lekin atak mana bu narsaga yetmaydi. Uzoq yil xizmat qilsin, videom bo'lsa odam mana shunaqadan olish kerak. Hozir mana endi bunimizni ham ko'rsataylik-da. Mana bunimiz mana. Bu list mana. Listdan bo'lgan. Mana havimiz listdan bo'lgan. Endi motori ham mana, motori titan motori. Titan mana. Motori buni ham titan. Bu 3 kilovat 3000 оборот bo'ladi. Buni narxi mana. Narxini ham bir yo'li tushuntirib o'tib ketaylik. Mana drabilkani narxi bu ko'rinish bilan o'zgarmaydi. Bu ko'rinishi bilan o'zgarmaydi. Drabilkani narxi bulari bilan o'zgaradi. Bekorga buni qo'yib olmadik. Buni drabilkani narxi bulari bilan o'zgaradi. Mana Mahaviyda 22 ta pichoqli 4 kilovat 3000 оборотli titan motorda bo'lsa, drabilkamiz 3 million so'm O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Dastlabki qilib beramiz. Agar bizga yo'q, arzonrog'i ham bo'laveradi desa, mana universal drabilka bo'ladi bu ham. Mana listdan bo'ladi. Bu ham mana qalinligini bitta ko'rsatib qo'yasiz. Qalinligi qalin buni. Qalinligi qalin bo'ladi. Bu 3 kilovat 3000 оборот bo'ladi, 2 million 600 ming so'm. 21 ta pichoqli bo'ladi. 2 million 600 ming so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. Endi mana misli motorimizni ham ko'rsataylik. Mana misli motorimiz mana Ariol sertifikatlangan 100% medning. Bunimizni narxi 3,5 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xudo xolasa drabilkalarimiz mana nomer 1 drabilka bo'ladi. Unaqa haligi bizda fashibga unaqa narsalar ketmaydi. Bizda mana biz boricha ko'rsatamiz. Mana ishda mana sifatlariga ham bitta baho berasiz o'zlaringiz. Unaqa haligi nima ketmaydi. Hozir mana bunaqa yangilik qilib bunaqa drabilkamizni ham chiqarganmiz mana. Bu yon boshlamaydi, tik holatda turadi. Sal mana unisi mana. Nima bo'lgan? Og'zi kattaytirilgan buni ham. Ya'ni og'zi kattaytirilgan, bu ham universal bo'ladi mana. Bumida buniki? Mana. Mana olib kelingda mana. Mana buni ichiga mana. Menga savob turib mana. Bu yerda mana zaslonkasida mana ligirovka qilib mana aka bug'doyi solsa bo'laveradi. Bu ham universal drabilka bo'ladi. Bizga ko'rinishga qarab o'zgartirmaymiz. Narxi 3 million so'm. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Endi buni ham hozir ishlashini bitta chiqarishini ko'rsatib beraylik. Setkali holatda komplektida 3 xil setkasi bo'ladi. Hashayiga hozir uni ham bitta olib beraymi? Mehnatimiz yoqsa bitta like bilan obuna bo'lib qo'yishadi. Chiroyli kommentariyalar bosib o'tib ketsa bizga juda yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda mana setkalarimiz mana turibdi. Mana komplektida mana 3 xil setka bo'ladi. Mana bu Makkaga. Nimaga? Makkani un qilib chiqarsa ham bo'laveradi. Bug'doyni ham shunday chiqarsa bo'laveradi. Bu yorma qilmoqchi bo'lsa mana Makkani bunda yorma qilinadi. Bu yorma qilinadi mana qalinligi ham setkamiz qalin. Bu hashayiga beramiz. Bunga bunda chiqarib qo'y, echki, bemalol molga ham qilib bersa bo'laveradi bunda. Drabilkaning asosiy qismlari mana shu yerda bo'ladi. Qo'yib turaylik. Endi biz pichoqlarga keladigan bo'lsak, pichoq ishlatishda adashishmasin. Mana biz ishlatayotgan pichoqlar mana bu yerdan ko'rsating. Mana qalinligi. Mana tishlari. Mana segment pichoq. O'tga suvga to'yintirilgan bo'ladi. Oq pichoqdan mana shunday ishlatamiz, ikki xil pichoq. Endi mo'l pichoqni to'g'risi biz ishlatmaymiz bundan. Bu mana ko'zimiz solishtirdik. Mana farqi mana bu boshqalar qo'yayotgan pichoq. Biz mana bu pichoqdan qo'yamiz uni. Endi bunday bitta sal ko'rsatib beraylik. Bismillah. Buni itarib turish shart emas.
drabilkamiz chempion drabilkalar mana chiqarishni o'zlari ko'rdilar mana bu bedani chiqmagan holat. Mana mayda qilib olgan mana qo'ylarga rosa bo'ladi. Endi mana tagida mana somon bor mana. Somon mana chiqmagan holatini bermadingiz. Pastda beda ham bor, yer yong'oq ham bor. Mana yer yong'oq. Mana yer yong'oq ham bor ichida mana somon chiqmagan holati. O'zlaring ajratib olaverasizlar. Xudo xolasa bu bexijolat drabilkalarimiz og'iz kattaytirilgan talablariga binoan. Endi eng asosiy, eng drabilkani universalligini bir isbotlab beradigan joylari hozir mana olib kelingda buni. Bunda mana aralashma chiqarib beramiz. Aralashma. Drabilkalarimiz hammasi universal, to'liq quruq tanlamaydi. Bundan makkani chiqarib beramiz. Yorma ham qilsa bo'laveradi. Bunda hozir chiqarib ko'rsatib beramiz. Videomiz cho'zilib ketmasin, videomiz bo'lmasin videomiz. Buni qo'yaylik. Hazırlab. Ha, silkalarni ko'rsatib turing. Silkalarni ko'rsatib turing. Bu naringni ham qo'ying. Ha, buni ushlab turing, men buni chiqaraman. Mana, bu yerda zaslonкасы bor mana, ochiladi. Bunga hurmatli obunachilar iloji bo'lsa qop kiyib qo'ysalaring isrof bo'lmaydi mahsulotlaring. Isrof bo'lib hali uchib ketib boshqa bo'lmaydi. Chiqarishlari. Multimetrlari mana bu yoqda ham bor. Motorni mana mana ko'rsatingda, o'zida ham mana ko'rsatib turadi. O'zida ham ko'rsatib turadi. Keling, o'tiraveramiz. Biroz oldiga olamiz. Hech qanaqa tegirmonga olib borish shart emas. Makka ol, tegirmonga olib bor, tegirmonga olib borib chiqarib kel, uni molga atala qilib ber, unaqa narsa yo'q. Mana unaqa narsaga endi hojat yo'q. Mana. Ko'rsataymi buni? Bu bug'doy bilan mana makkani aralashmasi mana. Mana bu yerlarida ham bor. Mana bu bug'doy bilan makkani aralashmasi. Endi buni ko'rsataylik. Mana. Ko'ringchi. Qanchalik holat yopib qo'yadi mana. Deyarli 10 holat yopib qo'yadi mana. O'zlaring mana bemalol ko'rsalaring bo'laveradi mana. Bemalol 10 holatiga mana olib qo'yadi.
Ben yerlarni tushganlarni tanlovda adashmaymiz mana. Un holatiga o'zi olib kelib beryapti o'zi. Ha, xudo xolasa bitta drabilkani olgan odam o'zi misol drabilka olyapti, 5 yil 10 yil uni xizmatini qilish kerak. Drabilkani mana nomer adillari mana shu drabilkalar bo'ladi. Bemalol mana nomerlarimiz mana bu yerda ham bor, brendimiz bor. Misol mana biz mana shunaqa sariq svet Rizo drabilka bo'lsa bizniki bo'ladi. Sveti bir xil bo'lsa ham bizniki bo'lib qolavermaydi. Bu Rizo drabilkami bizniki bo'ladi mashinasi. Bemalol aloqaga chiqib nima qilaverasizlar. Hozir mana sizlarga yangiliklarimiz bular. Og'iz kattaytirilganidan salang, mana og'iz kattaytirilganidan bemalol zakaz beraverasizlar. Agar xabarli to'rtburchak salang, mana to'rtburchakda ham bemalol zakaz bersalaring bo'laveradi. Zakaz asosida telefon qilib menga bunaqa drabilka yasab bering deydigan bo'lsalaring, qanaqa drabilka bo'lishidan qat'iy nazar yasab beraveramiz. 3 faza bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bu katta fermer akalarimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa, 3 faza kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. 3 fazamiz ham bor, 3 faza ham yasab beraveramiz. Kilovatga qarab narxini aytaveramiz uni ham. Bemalol aloqaga chiqsalaring, atalaqozon, garilka hamma yo'qdan bor. Nima bo'lsa, bemalol yasab beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Hozir bizda tugab qoldi. Bemalol aloqaga chiqsalaring, chiroyli qilib beraveramiz. Rizo drabilkalariga xudo xolasa like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa videolarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar, xudo xolasa biz ishlab video qilishdan, yangilik qilishdan charchab qolmaymiz. Dastavkasi haqida ham gapirib o'tgansiz. Qirg'izistonga bormi deyishyapti. Dastavkasi qanaqa bo'ladi deyishyapti. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 12 ta viloyatga dastavkasini uylarigacha qilib beramiz. Oldindan 1 so'm pul olmaymiz. Oldindan bizga zakolat tashab ber, 200 ming tashab bersang keyin olib boramiz. Unaqa narsa yo'q. Qachon olib boriladi, drabilkani ishlatib ko'rsatib beriladi. Drabilka uyga olib kirib ishlatib ko'rsatib berilgandan keyin bizga to'lov qilinadi. Oldindan bizga 200 ming tasha, 300 ming tasha, zakolat tasha, unaqa narsa yo'q. Uylariga boradi, keyin to'lov qilinadi. Faqat bitta narsa, Qoraqalpog'iston bilan Xorazmgacha kelishilgan narx bo'lib qoladi. 100 ming, 150 ming so'm narxiga qo'shilib qoladi. Agar yo'q bizga arzonroq deydigan bo'lsa, akalarimiz bemalol aloqaga chiqaveringlar. 2 million so'mlik drabilka ham yasab beraveramiz. Bemalol bizga aloqaga chiqaveringlar mana. Titan motor, Lislidan pichoqlari o'sha o'zgarmagan, o'sha eng original pichoqlar, bemalol pichoqlarni solishtirib olaverasizlar. Original pichoqlar mashinamizda 2 million 600 ming so'm. Uylaringgacha dastavka qilib beramiz. Biz batda 2,5 million so'm. Batdan olib kelsalar 2,5 million so'm. Uylaringga borgandan keyin nima qilinadi? Dastavkasiga kelishiladi degan narsa yo'q. Bizda mana 2 million 600 ming so'm dastavkasi ichida. Shatdan olib ketsa 2 million 400 ming so'm. Bunimiz shatdan olib ketsa 2 million 800 ming so'm. Buni misligimiz 2 million 300 ming so'm shatdan olib ketsa. Gapimiz shatda tugadi, nimalarni bemalol fikrlarini bildirib qo'yaverasizlar kommentariyalarda. Olgan akalarimiz bo'lsa, bizdan bemalol kommentariyada fikrlarini bildirib, obuna tugmasini bosib qo'yishlaringizni sizlardan iltimos qilib so'rab qolamiz.